Hozirgi paytda shamolni hisobga olmaganda shunaqa tinch joy qidirayotganlarga tashlab qo'yamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, videoga like bosib qo'ying. Manzarasini qarang, chiroyliligini. Bu tomoningizda ham tog', bu tomonda ham tog'. Uyimiz Bo'stonliq tumani Sariqanli ko'chasi 14-uy. Mahallani qarang, tekis asfalt qilingan. Fasadimiz 12 ga 25. Lokatsiyasi qulay. Korzinka bilan 500 metr, betonkaga 200 metr oraliq masofa. Hozir hovliyimizni ichkarisiga kiramiz. Kirganimizda shunaqa keng darvozaxona. Tapchang qo'yilgan 5 ta 6 ta ulfatli maza qilib o'tiradigan joy. Belgilab ketinglar kommentariyada. Yonimizda yozgi oshxonamiz. Barbekyularni qilib, qozon o'choqli 2 tadan qo'yilgan ekan. Yonida yana mana sanuzellar uchun joy, sauna qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Egalari sauna uchun mo'ljallaganman deb aytdi. Hojatxonamiz tashqaridagi. Basseynni qarang, katta kengligini 9 ga 6 filtr mayo'likalar qo'yilgan. Maza qilib cho'milsanglar bo'ladi. Pullarini qarang, o'zlari uchun yaxshi burchatkalardan qo'ydirishgan ekan. Video davomida basseynni yozgi variantda suvi bilan qo'yib ketamiz. Videoga like bosing, videoni oxirigacha davom etamiz ko'rishda. Bu xonamiz AGV xonamiz. Qishda isitishda muammo qilmasangiz bo'ladi. Bu joyimiz tapchanimiz panorama uchun moslashtirilgan ekan. Pastki qismi podval bor ekan. Endi xonalarni ichiga kiramiz. Kirishimiz bilan oshxona. Kuxonniy garnitur, xolodilniy gaz plitalar qo'yib qo'yilgan. Uzundan uzun koridor. Xonalar soni 3 xonadan iborat. Chap qo'limizda umumiy sanuzelimiz. Bu yoqda detskiy xonamiz. Chiroyliligini neobычный italyancha variantda qo'yib qo'yilgan ekan. Koridordan chiqishimiz bilan bu tomonimizda kattalar uchun yotoqxona. Isitish tizimidan tashqari konditsioner ham qo'yib qo'yishgan ekan. Bu yog'imizda TV zonamiz skromniy chiroyli qilib qo'yilgan, monitorlar qo'yib, kommunikatsiyaga keladigan bo'lsa, kommunikatsiyadan muammo yo'q. Svet, suv, gaz, qishin yozin tinmaskan, o'chmaskan. Narxi keladigan bo'lsa, opisanda qoldiramiz. Like bosishdan chiqmasin, Bo'stonliq uy bozoriga obuna bo'lib qo'yamiz.